Ey, Behruz do'stimizning xotini ham yomon narsada. Kecha Behruz ham shunaqa degandi. Nima? Jahling chiqdimi uni gapiga? Oriyating bo'lganda bunday demasding. Men shunchaki endi angladim xolos, demak sen avvaldan erkak emasding. Nafsingga shunchalik qulmisan gapir, do'stimni ayoli demading hatto. Bu ishingga biz bilan yurishing emas, dunyoda yashashing aslida xato. Qanday xayolingga keltiryapsan ayt, nomardlikni qaysi qismidan o'tding? Shu kungacha misqollab yig'gan hurmating bugun meni yonimda hovuchlab to'kding. Esingda tut, bugundan sendek do'stim yo'q. Hattoki ko'zingga ko'zim tushmasin. Mardlarning ichida nomardga joy yo'q. O'zingga ham o'zingdek do'stlar uchrasin. Uqubat solib boshlariga shayton sozini chalar.